Ha, le nimaga chaqiruvding? Nilufar kirlarimni yuvib ber. Bor yo'qol, o'zing yuvib ol. Sen xotiningmidin? Ko'zingga olaymi yo'lga? Kursdossan, men yuvib ber. To'xtab tur, bolalarni ham yechib beraman, ertaga yakshanba-yu. Hozir yotoqxonada otaman. To'xtab tur. Ali! Madam. Nilufar. Voda, Ana kiyimlar kimniki? kursdoshimniki edi, yuvib ber degandi. Nima? Hali sen bolalarning kiyimini yuvadigan bo'lib qoldingmi? Ko'rsatib qo'yaman hozir. Otaxonada kir mashina yo'q ekan, kursdoshimniki edi, ada. Kursdoshingni chaqir. Xo'p. Assalomu alaykum, chaqirgan ekansiz. Va alaykum assalom. Meni oldimga kiyimsiz keldingmi? Kiyimlarimni yoqib yuborsiz-ku.